Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz Pythonda string metodlari. Endi bizda hozir ko'rishingiz mumkin 7 ta metodimiz bor. Shularni bitta-bitta tushuntirib ketaman. Birinchi o'tadigan narsamiz bu lower metodi. Bu lower metodi kiritilgan tekstni har nimmasini kichik harflarga o'tkazib beradi. Mana bu yerda yozib qo'yganman. Hammasini kichik harflarga o'tkazib beradi. Xo'p, endi upper metodi bo'lsa, bu hammasini katta harfga o'tkazib beradi hammasini. Salom deb yozadigan bo'lsak, hammasini katta harf chiqarib beradi bu yerga. Hozir hammasini ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bularni biz olib tursak. Demak, birinchi lower metodi, bu lower o'sha kiritilgan ma'lumotni hammasini kichik harflarga o'tkazib beradi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin mana. Katta harflarda salom yozuvi kiritilgan, bu yerda text nuqta lower yozilgan va lowerda hammasini kichkina o'tkazib beryapti. Endi hop, bu kodlarni ishlatmay turadigan bo'lsak. Endi upper. Bu upper bo'lsa, o'sha kiritilgan tekst hammasini katta harflarga o'tkazib beradi. Ya'ni salom so'zi hammasi kichkina harflarda yozilgan, endi upper qiladigan bo'lsak, u hammasi katta harflarga o'tib qoladi. Endi bizda title bor. Bu title har bir so'zni boshqa harflarga o'tkazib beradi. Ya'ni salom dunyo so'zlari katta harflarda, katta harfda va d ham katta harfda bo'ladi. Mana salom dunyo hammasi boshqa harflarda. Endi capital nima talaffuzcha qiyin bo'ladi bu yerda. Capitalize ishlatamiz endi. Endi bu capitalize faqat birinchi harfni boshqa harfga beradi. Ya'ni birinchi so'zni birinchi harfni boshqa harfga beradi. Ya'ni salom dunyo. Xo'p. Endi strip bor. O'tgan safar ham o'tganmiz. Strip bu o'sha kiritilgan ma'lumotdagi qo'shimcha joylar mana. Ikkita bu yerda ikkita probel, bu yerda ikkita probel bor. Shularni olib tashlab beradi. Ya'ni stripni qo'llaydigan bo'lsak, biz bo'sh joylarni olib tashlaydi strip. Mana, salom. Ko'rdingizmi? Boshda ikkita probel bor edi, bu yerda ikkita probel bor edi, uni belgilanmayapti. Endi strip o'tdik. Endi replace bor. Matnni almashtirib beradi, ya'ni teskarisini yozib beradi. Xo'p. Matn teskarisini yozib beradi. Malos, hello. Tak. Plus nima deydi? Biz bu yerda shuni kirityapmiz. Text nuqta replace qilib beryapmiz. Endi bu yerda biz salom so'zini hello ga o'zgartiryapmiz buni. Birinchi o'zgartiriladigan matn keladi va o'zgartirilgan variant yoziladi virguldan keyin. Tushunarli bo'ldimi menimcha? Demak, biz kiritgan ma'lumotimiz bu yerda shart berishimiz mumkin. Misol uchun, agar kiritilgan ma'lumot salomga teng bo'ladigan bo'lsa, uni hello ga o'zgartir. Ya'ni o'zimizga kichik bo'lgan tarjima yasashimiz mumkin bu yerda. Tushundingmi? Xo'p. Bugungi vazifamiz shunaqa tarjima yasab kelish bo'ladi. Replace ishlatgan holda tarjima yasaymiz. Menimcha qiyin narsa emas. Demak, endi oxirgisi bu find. Bu nima deydi? O'sha biror tekst bo'ladigan bo'lsa, o'sha tekstni nechinchi elementlar indeksda turganini aytib beradi, ya'ni qidiradi, indeks qaytaradi. Salom, nechta indeksda? 1. Demak, bizga 2 javob qaytaradi. Xo'p, bu yerda tushunishimiz kerak bo'lgan narsa mana. Bizga tekstga salom so'zi yozilyapti. Endi biz bu yerdan text.find l qilyapmiz, to'g'rimi? L. Bu bir emas, L. Bu yerga o qiladigan bo'lsak, demak, nechinchi indeks qaytaradi? 0. 3. Nimaga 0?
Ha, harfimi. Yeah. Harfimi. Hayajonlanmaymiz. Bo'ldi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.